Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan menda ugri kasallik bilan davolanib chiqqan bemorlar haqida gaplashamiz. Ular bunday natijaga qanday qilib erishganlar, nimalar qilganlar, qanaqa xatoliklarga yo'l qo'yganlar, mana shu haqida batafsil sizlar bilan gaplashib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mana shu videoda olasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Xo'p, birinchi bemorimiz yoshlari 14 ta. Bu kishining yuzlarida juda ham katta yiringli ugrilar bor. Bu kishida ugri kasalligining 4-darajasi, ya'ni konglobantli forma deyiladi. Bu bemorimizlar bizga onlayn tarzda murojaat qildilar. Ya'ni onlayn tarzda biz bu bemor bilan lecheniya qildik. Onalar menga yozdilar, o'g'limning yuzlarida shunaqa ugrilar bor. Ancha yillardan beri har xil narsalar qilib ko'rganmiz, lekin natijalar bo'lmagan. 3-4 marta dermatologlarga ham olib bordim, lekin natija bo'lmadi. Hozir 1 oydan beri kosmetologga borib qaytmayapti. Yuzlarga chiska, peelinglar, ukollar olyapti. To'g'risi ukollardan ham qo'rqib qolgan. Mana shunga o'zingiz yordam bering deb menga yozgan edilar. Demak, bu bemordan men so'raganimda kimda bo'lgan naslda deb, bu kishi dadalarda bo'lmagan, ota tomonda bo'lgan, lekin meni akamda bo'lgan degan, ya'ni tog'alarda bo'lgan ekan deb aytganlar. Bu bemorimizda ugri kasalligining og'ir daraja bo'lganligi sababli yuzlarda juda ham ugrilar ko'p. Katta tugunli ugrilar bor. Bosganda ham bemorda og'riq bo'ladi yuzlarida. Katta ugrilar sabab maktabga ham borgisi kelmaydi bu bemorimizda. Demak, uyalgandan doimiy ravishda ko'chaga yurganda maska taqib yuradi. Xo'sh, bu bemorimiz bilan biz etap-metap lecheniya qildik. Qanaqa dorilar qildik? Men bu bemorimga ichiladigan va surtiladigan dorilar yozib berganman. Birinchi etapda yallig'lanish prosesini, ya'ni yiringlarni pasaytirishni boshladik. Ustidagi yiringlari pasaygandan keyin biz pastki qavat, ya'ni yog' bezlari faoliyatini pasaytirishga o'tdik. Ikkinchi oyda men bu bemorga yog' bezlarini faoliyatini pasaytiruvchi dorilar yozib berganman, ichiladigan dorilar. Bemor qabul qilishni boshladi. Qabul qilishni boshlagandan keyin bemorda sekin-astalik bilan o'zgarishlar bo'lishni boshladi. Bemorning yuzlari juda ham yog'li edi, sochlari ham juda ham yog'li edi. Mana shu yog'lanish asta-sekinlik bilan pasayishni boshladi. Hozirgi paytda bu bemorimizda yuzlarida o'zgarish juda ham zo'r. Ko'rib turganingizdek, ugrilar to'liq ketgan, yuzlari ancha tiniqlashib qolgan, dog'lari ham ketib qolgan, izlari ham ketib qolgan. Eng muhimi, bemorimiz juda ham xursand. Hozir yuzlarida umuman ugri chiqmayapti. Onalari ham juda ham xursand. Boshida ishonmaganlar, chunki ko'p narsa qilib ko'rgan, oxirgi umid bilan menga murojaat qilgan edilar. Eng qiziqarli joyi bu yerda mana shu bolani o'zi, 14 yoshli bolani o'zi internetdan ma'ni topgan, chunki yuzidagi ugrilardan uyalib har xil narsalar qilib ko'rgan va o'zi internetdan yechim izlashni boshlagan. Yechim izlayotgan vaqtda bizning videolar ham chiqib qolgan. Videolarni ko'rib, natijalarni ko'rib, keyin onasiga ko'rsatgan va onasi o'zlari menga yozdilar. Ko'rib turganingizdek, holat juda ham yaxshi. O'shaning uchun agar sizning farzandingizda ham shunaqa ugrilar bo'layotgan bo'lsa, uni o'zi o'tib ketadi deb yurmang, o'z vaqtida vrach dermatologga murojaat qiling. Xo'p, keyingi navbatdagi bemorimiz yoshlari 18 ta. Bu bemorimizda 2 yildan beri yuzlarida va yelkalarida ugrilar chiqqadi. Menga murojaat qilishdan oldin dermatologga borib murojaat qilganlar, lecheniya qilganlar, lecheniya vaqtida ozroq kamayishni boshlagan, lekin lecheniya to'xtatgandan keyin yana ugrilar qaytadan chiqishni boshlagan. Bu bemorimizda demak, ugri kasalligining og'ir darajasi, ya'ni 3-daraja deyiladi. O'zi 4 xil daraja bor: yengil, o'rta, og'ir va o'ta og'ir darajasi, konglobantli forma deyiladi. Bu kishida 3-darajasi. O'sha dermatologga murojaat qilganlar yaxshi bo'lgan ozroq, keyin tashlab qo'yganlar, lecheniya tashlab qo'ygandan keyin internetdan koreyskiy uxotlar olganlar. 2-3 hafta ishlatib ko'rganlar, lekin natija bo'lmagan. Va oxiri bizani internetdan ko'rib, natijalarimizni ko'rib menga murojaat qildilar. Shu narsani davolasa bo'ladimi deb. Men aytdim, davolasa bo'ladi. Qabulga kela olasizmi deganimda, yo'q, men kela olmayman, uzoqda turaman, onlayn qilsak bo'ladimi deganda, ha, onlayn qilsa bo'ladi deb taklif berganman. Demak, bu bemorim bilan biz onlayn tarzda lecheniya qilganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu bemorimizda yuzlarida katta tugunli yiringli ugrilar bor. Qizarishlar ancha kuchli, qichish ham bor va ba'zi bir ugrilarni bosganda bemor aytishi bo'yicha og'riq hissi ham bo'ladi. Bu bemor bilan biz demak etap-metap lecheniya qilishni boshladik. Birinchi etapda ichiladigan va surtiladigan dorilar bilan yallig'lanish proseslari, ya'ni yiringlarni pasaytirishni boshladik. Yiringlar nisbatan pasaygandan keyin keyingi etapda, ya'ni yog' bezlari faoliyatini pasaytirishga o'tdik. Yog' bezlari faoliyatini pasaytirishga boshlaganimizdan keyin ancha ugrilar yana so'rilishni boshladi. So'rilgandan keyin ugridan qolgan chandiqlar qolishni boshladi. Va keyinchalik biz chandiqlar va dog'lar bo'yicha ham ichiladigan va suriladigan dorilar qilishni boshladik. Hozir ko'rib turganingizdek, bemorda yuzlarida
o'zgarish juda ham zo'r. Bemor asosiysi xursandlar. Avvalgi holat bilan hozirgi holatni solishtirib ko'rsak, o'zgarish juda ham katta. Davolanish muddati bu bemorda deyarli bir 7 oylar ketdi, chunki bemorda og'ir darajalarni davolash oson emas, etap-etap lecheniya qilib borish kerak bo'ladi. Va bundan tashqari men bemorga to'g'ri ovqatlanish parhezlarini ham tashlab qo'yganman. Qanaqa narsalar yeyish mumkin, qanaqa mumkin emas, o'sha bo'yicha bemorimizga lecheniya davomida ozroq parhez ham qilingan. Parhez ham men kuchli parhezlar buyurmayman, asosan lecheniya vaqtida shirinlik, gazli ichimlik, fast foodlarni ozroq cheklash kerak bo'ladi. Bu bemorimizda ugri chiqishining sababi genetik hisoblanadi. Nasib men so'raganimda, kimda chiqqan deb so'raganimda, otamda bo'lgan deb aytganlar. Ya'ni nasliy moyillik hisobiga paydo bo'lgan. Ko'pchilik oshqozon ichakdan deydi, gijjalardan deydi. Bunaqa narsalar umuman aloqasi yo'q. Va agar sizga biron kishi mana shu narsa bo'yicha tavsiya qilayotgan bo'lsa, oshqozoningni tozalashing kerak, qon almashtirishing kerak, yoki gijjalaring tozalashing kerak desa, bu narsani qilib yotmaydi, chunki bunaqa narsalarning foydasi yo'q. Bu yerda asosan mana shu yog' bezlari bo'yicha ishlash kerak bo'ladi. Xo'p, bizning navbatdagi bemorimizda, demak, bu kishi Samarqand shahridan mening qabulimga kelganlar. Samarqandda men bilasizlar ishlayman. Ko'rib turganingizdek, bu kishida ugri kasalligining og'ir darajasi, ya'ni 3-daraja, hamma joylarida, yuzlarida, yelkalarida, boshlarining orasida, sochlar orasida hamma joyda ugrilar chiqishni boshlagan. Bu bemorimizlar menga murojaat qilishdan oldin ko'plab dermatologlarga borgan, xalqaro lecheniyalar qilgan, lekin natija bo'lmagan. Bu bemorimizlarni menga onalar olib kelgan. Oxirgi umidim siz. Ko'pchilikdan eshitamiz, siz yaxshi qilayotgan ekansiz va natijalaringizni ko'rdim, sizga ixlos qildim, ishondim deb olib keldilar. Bemorning holatlarini ko'rdim. Holatlar og'ir emas edi, ugri kasalligining 3-darajasi. Bemor bilan biz demak etap-etap lecheniya qilishni boshladik. Birinchi etapda 15 kun ichida bemor bilan biz asosan yallig'lanish proseslarini pasaytirishni boshladik, ya'ni yiringlarni pasaytirishni boshladik. Yiringlarni pasayish boshlagandan keyin bemorning yuzlarida ancha yengillanish hosil bo'ldi, ya'ni yiringlar, toshmalar ancha pasayishni boshladi. Pasayish boshlagandan keyin, dorilar tugagandan keyin biz ikkinchi etapga, ya'ni yog' bezlari faoliyatini pasaytirishga o'tish boshladi, ya'ni ichiladigan dorilar bilan. Yog' bezlari faoliyatini pasaytiradigan dorilarni yozib berdim bemorga. Asta-sekinlik bilan yog' bezlari faoliyati pasayishni boshladi. Yuzdagi va sochdagi yog'lanishlar ham asta-sekinlik bilan pasayishni boshladi. Bemor birinchi marta murojaat qilganda bemorda og'riqlar kuchli edi, ya'ni bosh qismida chiqqanligi uchun yotishga ham ozroq qiynalar edilar, hamda yuzni yuvganda ham ozroq og'riq hissi bor edi. Demak, keyingi etaplarda yog' bezlari faoliyatini pasaytirdik. Yog' bezlari ancha faoliyati pasayishni boshladi. Ugridan keyin dog'lar qolishni boshladi va undan keyin ugridan keyingi dog'lar bo'yicha biz bemor bilan lecheniya qildik. Lecheniyamizga deyarli 7 oylar ketdi. Hozir ko'rib turganingizdek, bemorning holatlari juda ham zo'r, yuzlari juda ham tiniqlashgan. Ozroq ugridan qolgan chuqurchalar qolgan. Bu menga murojaat qilishdan oldin ham chuqurchalar bor edi, chunki vaqtida bu chuqurchalar bemorimizni qisganlar. Hech qachon ugrilarni qismang, agar qissangiz agar o'sha joyda chandiq chuqurchalar bo'lib qolishi mumkin. Bemor menga murojaat qilishdan oldin juda ham uyalar edilar, ya'ni ko'chaga chiqishga, maktabga borishga va doimiy ravishda postoyanno maskada yurar edilar. Hozir ko'rib turganingizdek, yuzlarida ancha tabassum bor, yuzlarida o'zgarish katta. Agar sizda ham mana shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, bu narsani cho'zmasdan o'z vaqtida murojaat qiling. Vrach dermatologga birinchi o'rinda murojaat qilishingiz kerak, kosmetologga emas. Chunki bu yerda kosmetologik peelinglar, skrablar, chistkalar foyda bermaydi. Nabarat bunaqa holatda yiringlar ko'p bo'layotgan bo'lsa, agar chistka qilsangiz agar sizda yiringlar nabarat ko'payib ketishi mumkin. Mana shu 3 ta bemorning holatlarini ko'rdingiz. Agar sizda ham shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa yoki bironta tanishingizda shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, bu narsani cho'zib yurish kerak emas. O'z vaqtida vrach dermatologga murojaat qiling va keraksiz bo'lgan qon almashtirish narsa muolajalari, ichak tozalash, chistka, peeling, skrablar kabi narsalarni umuman qilmang, chunki bu narsalarning foydasi yo'q. Bu yerda ugri kasalligini patogenetik davolash kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda yallig'lanish proseslarini ustki qismini pasaytirish kerak bo'ladi va keyingi etapda yog' bezlari faoliyatini pasaytirish kerak bo'ladi. Chunki bu yerda toki yog' bezlari faoliyatini pasaytirmasangiz, bu ugrilar yana qayta chiqishni boshlaydi. Ovqatlanish bo'yicha bu yerda ovqatlanish asosiy rol o'ynaydi. Ugri kasalligida ikkilamchi rolni o'ynaydi. Ya'ni shirinlik, gazlik, fast food kabi narsalarni yesangiz, ular bor ugrilarni yanada ko'paytirishi mumkin. O'shaning uchun lecheniya vaqtida kuchli emas, o'rtacha parhez qilinadi. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, menga murojaat qiling.
menga Telegram yoki Instagram orqali rasmlaringizni yuborasiz. Men quyidagi Telegram orqali men holatingizni ko'raman. Agar onlayn tarzda lecheniya qilish iloji bo'layotgan bo'lsa, onlaynga to'lov qilasiz va lecheniyalarni boshlaymiz. Agar iloji bo'lmasa, qabulimga kelasiz bir marta. Men holatingizni ko'raman, diagnoz qo'yaman va shunga qarab keyinchalik onlayn davom ettirsak bo'ladi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, pastda like tugmasini va podpisatsiya bo'lish tugmasini bosing. Ko'p obunachilarimiz bez podpisatsiya ko'radi. Mana shu podpisatsiyani bosing, chunki agar bizning podpisчиктар ko'paysa, mana shu video ko'proq odamlarga tarqaladi. Agar biron xil savollaringiz bo'layotgan bo'lsa, pastda kommentariyada o'zingizni savollaringizni qoldiring. Bularga batafsil video qilib keyingi videolarda chiqaramiz. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.